بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. O'tgan darsimizda birodarlar baraka haqida dars boshlagan edik. Bugun baraka haqidagi ikkinchi darsimiz. Baraka so'zining lug'aviy ma'nosi. Barakal ba'iru. Tuya yerga cho'kdi. Ya'ni yerga o'rnashdi, qaror topdi, sobit bo'ldi. Ulamolar aytishadi, barakaning haqiqati, mohiyati sobitlik va barqarorlik. Tuya yerga cho'kdi, sobit bo'ldi, barqaror bo'ldi. Jilmaydi, qimirlamay turadi. Demak, baraka degani bitta yaxshilikni, xayriyatni bir joyda bo'lib, ketib qolmasligi, doim turishligi, barqaror bo'lishligi. Va sumiya bizalika li subutil khayri fihi subutal ma'i fil birkati. Hovuzda suv sobit turganidek, unda yaxshilik sobit turgani uchun shunday nomlandi. Hovuzga suvni quyib qo'ydingiz, sobit turibdimi? Ketib qolmayaptimi? Oqib ketmayaptimi? Sobit turibdi. Xuddi shunga o'xshagandek baraka degani bir narsani ustidagi xayriyatni sobit davomiy turishligi. Barakali narsa. Ikkinchi nomi muborak narsa. Bu muborak narsa. Muborak narsa nima? Muborak narsa shundayki, u narsani ichida yoki ustida xayriyat va yaxshilik doimiy suratda bor bo'ladi. Muborak bo'lsin deymiz. Tabrik degani baraka tilash degani. Uni bo'lsin, ziyoda bo'lsin deb duo qilishlik. Molingga baraka bersin, joningga, ilmingga, ahli oilangga baraka bersin. Ya'ni mana shu narsalar o'sib ziyoda bo'lsin degan. Alloh azza va jallaning kalomi bo'lgan Qur'on ham birodarlar muborak, barakali. Chunki uni ichidagi yaxshiligini sanab adoga yeta olmaymiz. Qur'oni Karimning turgan bitgani baraka. Qur'on muborak kitob. Astagfirullah. Va hada kitabun anzalnahu mubarakun. Bu Qur'on bir muborak, o'zimiz nozil qilgan kitobdir. Qur'on muborak kitob ekanligini Alloh aytayapti. Mana qiyomatgacha Alloh taolo bu Qur'onni saqlab beraman degan, qiyomatgacha ichidan yaxshiliklar chiqib kelaveradi. Qur'onning xayriyati tugamaydi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Sot surasi. Biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir. Demak, Qur'on hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq. Hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq. Chunki turgan bitgani baraka Qur'onni. Muborak. Muborak degani barakali qilingan. Kimdir uni barakali qilgan. Muborak narsa uni ustiga kimningdir tarafidan baraka tushirilgan. Ma'qulmi? Endi al-barakatu minalloh deganlar Rasululloh. Baraka Allohdan bo'ladi. Endi Alloh taoloning muborak desa bo'ladimi, yo'qmi? Alloh haqida so'z kelsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki hozir aytdik-ku, muborak degani kimdir tomonidan barakali qilib qo'yilgan. Uyni Alloh barakali qildi. Alloh barakali qildi uyni. Lekin Alloh taolo haqida so'z ketadigan bo'lsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki agar Alloh muborakdir deyilsa, kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Allohning ustida hech bir kimsa, hech bir narsa bir ish qilishi mumkin emas. Allohning ustida hech kim biron narsa qilishi mumkin emas. O'zi asli baraka Allohning mulki. Barakani Alloh beradi. Baraka Alloh tomonidan keladi. Narsalarni barakali qiladigan Allohning o'zi. Endi Alloh haqida so'z kelsa, Alloh taborak va taolo deyiladi. Muborak emas, taborak deyiladi. Nima degani? Alloh taoloning o'zi barakotli deyiladi. Tushunarlimi? Alloh taoloni muborak, barakali qilingan deyilmaydi.
Alloh taborak va taolo deymiz. Alloh o'zi barakali zot. Barakani Alloh beradi. Xo'jayingiz ham bera olmaydi, domlangiz ham bera olmaydi, hech kim bera olmaydi. O'shuning uchun barakani kimdan so'raladi? Allohdan so'raladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, mana salovat bor. Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Qarang, salovatimizni Parvardigor Ibrohim alayhisalomga va uning ahli oilasiga baraka ato qilganingdek, Muhammad alayhisalomga ham va u zotning ahliga ham baraka ato qilgin. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga qanaqa barakotni bergan bo'lsa, shu barakotni Muhammad alayhisalomga ham so'rashimiz bo'ladi mana shu. Ya'ni ulamolar aytadi, bu duo Ibrohim alayhisalomga ato qilingan yaxshiliklarni Muhammad alayhisalomga ham ato qilinishini va bu yaxshiliklarni u zotning ustida davomiy bo'lishini, sobit turishini, ko'payishi va ziyoda bo'lishini o'z ichiga oladi. Mana shu barakaning haqiqatidir deyshadi. Demak, baraka yaxshilikni, xayriyatni bir narsaning ustida sobit turishi va davomiy bo'lishi, ketib qolmasligi. Tuyani yerga cho'kish kabi. Barakal ba'iru dedi-ku, tuya cho'kdimi? Cho'kdi. Endi cho'ksa, shu joyni o'ziga lozim tutadi, jilmaydi, sobit turadi. Ey birodarlar, agar Alloh taolo baraka beradigan bo'lsa, sizning muammoingiz qolmaydi hayotda. Ko'p ishlashingiz shart emas. Ko'p yugurib berishingiz shart emas. Rizq so'ramaymiz Allohdan. Rizq yozilgan. Alloh taolo kafolatlab qo'ygan kofirga ham, mo'minga ham. Biz nimani so'raymiz? Barakani. Baraka Allohning mulki. Bu ilohiy hadiya. Barakani Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi. Val barakatu minalloh dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Baraka Allohdandir. Birodarlar, rizqlantirish va hidoyat qilish Allohning ixtiyoridagi narsami? Rizq berish, hidoyat berish Allohning ixtiyoridagi narsami? Baraka berish ham Allohning ixtiyorida. Alloh xohlagan bandasini barakotli qiladi, xohlagan bandasini bebaraka qiladi. Alloh taolo barakani berish o'zining ixtiyorida ekanmi? Endi shu barakani olib qo'yish ham o'zining ixtiyorida. O'zini xohlagan bandasiga barakani berganidek, xohlagan bandasidan nima qiladi? Olib qo'yadi. Endi shu barakani berilishi ham, olinishi ham Alloh taoloning ilmi, hikmatiga muvofiq tarzda bo'ladi. Mana Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah, qila ya Nuhu ihbit bi salamin minna va barakatin alayka va ala umamin mimman ma'ak. Nuh alayhissalom mana kemasi suvda yurdi. Endi qaror topib yerga tushish kerak bo'ldi. Shunda aytildi deydi Alloh: Ey Nuh, bizning tinch, salomat saqlashimiz bilan va o'zingga hamda sen bilan birga bo'lgan kishilarning zurriyotlariga bo'ladigan barakotlar bilan kemadan yerga tushgin. Demak, Alloh taolo baraka bilan tushirdi Nuh alayhissalomning kemasida turgan kishilarni. Val barakatu minalloh. Baraka Allohdandir. Xo'p, baraka yaxshi narsa ekan. Tushundik. Uni faqat Alloh berar ekan. Tushundik. Hayotda rizq quvalash kerak emas ekan, baraka quvalash kerak ekan. Tushundik. Endi tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib shu barakaga erishamiz? Qanaqa yo'llari bor barakaga yetishlikni? Inson Allohga iymon keltirib, unga taqvo qilish kerak. Baraka topishligi uchun iymon keltirish kerak va taqvo qilish kerak. Sizga keladigan baraka iymoningiz va taqvoingizga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytaman, iymoningiz va taqvoingizga yarasha barakaga ega bo'lasiz. Alloh taolo mana shu oyatda ana shu barakaga yetishlikni bizga yo'lini, formulasini ko'rsatib qo'ydi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai val ard. Baraka haqida gapirganda bizning shiorimiz mana shu oyat bo'lishi kerak. Agar deydi Alloh taolo,
qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi. Iymon keltirib taqvo qilganida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakatlarni ochib qo'yar edik. Barakotlarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu oyat bizga nimani bayon qilyapti? Nimani ta'lim beryapti? Bu oyat bizga Alloh taoloni bu koinotga, borliqqa yurgizib qo'ygan, joriy qilib qo'ygan sunnatini, qonunini bayon qilyapti. Bu oyatda aytilayotgan oddiy va sodda haqiqatni tushunmayapti odamlarning ko'pchiligi. Birodarlar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining ichida xurmoning danagidek keladigan bir dona bug'doy turar ekan. Bug'doyning bir donasi xurmoning danagidek keladi. Nechi barobar katta xurmoning danagi bir dona bug'doydan? 10 barobar kattami? 15 martadir. 10 tasini olsak 10 barobar. Tushuninglar. 10 gektar ekib bug'doyni olgan hosilni Alloh baraka bersa 1 gektar ekib olar ekan odamlar. Tushunyapsizmi? 24 soat ishlash shart emas. 25 soat sutkasiga ishlasang ham Alloh yozganni oshchasi kelmaydi. Kofir bo'lsang ham, fosiq bo'lsang ham, taqvodor bo'lsang ham o'sha rizq keladi. Bitta farqi iymonli, taqvoli bandaga barakasi bilan keladi. Fosiq fojirlarga o'sha rizq keladi, lekin baraka bo'lmaydi. Demak, bu oyatda bayon qilingan oddiy, sodda haqiqatni juda ko'pchiligimiz tushuna olmayapmiz hali-haligacha. Ajoyibda bu holatimiz. Insonga osmon va yerdan barakaning eshiklari ochilishini sharti oddiy. Iymon va taqvo. Demak, birodarlar, baraka iymonsiz odamda bo'lmaydi. Ha, onalarda puli ko'p, bu kofir bo'loncha milliard dollar bor desa, bo'lishi mumkin. Chunki ana shunday katta miqdordagi pulni qo'lga kiritish uchun sababni zo'r qildi-da u. Ana shu katta pulni topishligini, shunaqa katta rizqini kelishligini sababini qildi. Alloh odil zot. Pulini ko'p qilib qo'ydi. Qo'lida dunyoning matohi katta bo'lishi mumkin, chunki sababini zo'r qildi. Ammo bu kofirda puli ko'p bo'lsa ham biz aytayotgan baraka sababli keladigan rozilik, hayotida osoyishtalik, qalbidagi osudalik va saodat bo'lmaydi. O'ylamanglar, hamma puli ko'p odamlarni qalbi osoyishta deb. Yo'q. Qalbning osoyishtaligi, hayotning saodatli bo'lishi, kunidan rozi bo'lishlik iymoni bor mo'minda bo'ladi. Baraka shu narsalarni olib keladimi? Baraka faqat mo'min odamga beriladi. Shuning uchun qarasangiz 10 milliard dollar puli bo'lsa, yana ishlab pul topaman deydi. Yana do'radi, endi qabrga kirib ketadi. Endi agar Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsangiz, taqvo qilgan bo'lsangiz va barakaga erishgan bo'lsangiz, shu narsa sababli sizga baraka ato qilingan bo'lsa, oziga rozi bo'ladigan bo'lasiz. Rozilik bu saodatdir. Hayotidan rozi bo'lishlik bu osudalikdir. Rozi bo'lishlik bu baxtdir, birodar. Kim rozi bo'lar ekan? Iymoni bor, taqvosi bor, Alloh tomonidan barakaga ega bo'lgan odamgina rozi bo'ladi. Vaholanki insonga bir vodiy oltin berilsa, deyildi hadisda, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir vodiy oltin bilasizlarmi qancha bo'ladi? Banda iymonli, taqvoli bo'lsin, tamom. Uni iymoniga, taqvosiga yarasha baraka kelaveradi. Baraka bo'lish uchun iymon bilan taqvo billa bo'lish kerak ekan. Iymon bilan taqvo billa bo'lsa, ine baraka bo'lar ekan. Alloh taolo aytadi, istag'firullah. Va alloh istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Mo'l yomg'ir degani, birodarlar, rizq degani, barakot degani. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Qachon yog'ar ekan bunaqa barakotli yomg'ir?
istaqomu, agar to'g'ri yo'lda, mustaqim yo'lda turishadigan bo'lsa, agar qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida, biz albatta ularga osmon yerdan barakalar eshigini ochib qo'yar edik. Bitta barakani demayapti. Nimani? Birodalar, oila ham kichkina bir qishloqqa o'xshaydi. Ana shu oila a'zolari ham taqvo qilsa, iymonlarda sobit bo'lsa, Alloh taoloning buyurib qo'ygan buyruqlariga amal qilib, qaytarilardan qaytadigan bo'lsa, bu oilani ustiga ham barakat keladi. Buning o'rniga bu oilani a'zolari yolg'on gapirsa, savdosida yolg'on gapirsa, tarozidan ursa, ibodatga beparvo bo'lsa, gunoh ma'siyatlarni qilayotgan bo'lsa, ularga baraka kelmaydi. Oyatda baraka demadi. Barakatun birlik siyg'asida aytilmadi. Barakat dedi. Barakalar deyildi. Agar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarda biz barakalarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu albatta siz bilan bizning qalbimizga xursandchilik olib keladi. Birodarlar, oyatda rizqni ochib qo'yamiz demadi. Barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Rizq muayyan bitta narsa bo'lishi mumkin. Masalan, umri rizq, puli rizq, sog'ligi rizq, farzandlari rizq. Rizqni demadi, barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Endi barakalarni olsa, biz aytayotgan mana shu rizqni hamma turiga tushadi. Oilasida ham baraka bo'ladi, farzandlarida ham baraka bo'ladi, pulida ham baraka bo'ladi, vaqtida ham, ilmida ham. Tushuninglar, biz yuribmiz ko'chada. Nima deb? Bola va chaqa, tirikchilik. Chaqada yurib bo'lmaydi. Chunki chaqa yozilgan. Rizqimizni qidirib yuribmiz deydi. Yo'q, rizqingni qidirma, birodar. Rizq seni qidiradi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, bandani ajali quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quviydi. Ajalingizdan qochib qutula olmaysiz-a? Bandani ajali qidirganidan, quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quvolaydi. Rizq istamanglar, rizq qidirmanglar, rizq yozilgan, u keladi. Biz baraka qidirishimiz kerak. Shuni ham tushunib olinglar. Birinchi qoidamiz, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha baraka keladi. Ikkinchisi, rizq istash kerak emas. Rizq qidirish kerak emas, baraka qidirish kerak. Shu haqiqatni, shu ikki qator haqiqatni qancha ertaroq tushunib, ertaroq hayotda tatbiq qilsak, hayotimiz ertaroq yaxshilik yo'liga tushadi. Yana Alloh taolo bu oyatda la fatahna dedi. Biz albatta ochib qo'yar edik deyapti. Alloh taolo ta'kidlab aytayapti. Albatta ochib qo'yamiz. Kimga barakani ochib qo'yamiz? Osmon yerdan baraka eshiklarini kimga ochib qo'yamiz? Iymoni va taqvosi bor odamga. Iymon bilan taqvo hammaning imkoniyatida bor narsa. Qancha iymoningiz kuchli bo'lsa, qancha taqvoingiz kuchli bo'lsa, shunga yarasha baraka kelaveradi. Oyatdan olinadigan xulosa. Hayotda baraka topishning sharti iymon va taqvo. Allohga bo'lgan iymon va taqvo dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Din boshqa narsa, hayot boshqa narsa deydi ayrim odamlar. Bizda-chi musulmonlarda tug'ilishingizdan tortib go'rga kirguningizga qadar bo'ladigan hayotingizni har bitta lahzasida, bosqichida din bor. Oyoq kiyimni yechib kiyayotganda payg'ambarimizning sunnati bor. Ovqat yeyotganimizda qanday yeyishimiz haqida payg'ambarimizning ko'rsatmalari bor. Uylanishida qanday uylanishimiz kerak. Demak, ikkinchi xulosa, Allohga bo'lgan iymon va taqvo bu dunyo hayotiga aloqasi yo'q narsa emas. Dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Uchinchi xulosa, insonni bu dunyoda yaxshi kun kechirishi uchun eng zarur narsa iymon va taqvo. Yana oyatda amanu vattaqov deyildi. Iymon keltirganlarida
va taqvodor bo'lganlarida. Juda muhim narsa. Iymon keltirib qo'yishda o'zi yetmas ekan, barakaga erishish uchun. Baraka topishligi uchun iymonni o'zi yetmas ekan. Iymon bilan taqvo birga bo'lish kerak ekan. Agar qishloq ahli iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida deyildi. Alhamdulillahi robbil alamin, hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedik, musulmonlarning zumrasiga, musulmonlarning safiga qo'shildik. Endi uning orqasidagi taqvoyimiz qanaqa bo'ladi? Iymoningiz, taqvoyingiz birga bo'ladi, keyin baraka keladi. Takrorlaymiz. Imom Ahmadning musnadlarida shunday bir xabar bor ekan. Banu Umayyaning xazinalari ichida xurmoning danagiga teng keladigan bug'doy donasi turar ekan. Bir dona bug'doy kattaligi xurmoni danagidek keladi. Va yozib qo'yilgan ekan u tagiga. Bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi. Demak, adolat qoyim bo'lgan bo'lsa o'sha yurtda, shu dehqon adolatli bo'lsa o'zi, iymonli, taqvoli bo'lsa, 10 gektar yer bug'doy ekib oladigan hosilni 1 gektarga ekib turib olar ekan o'sha davrda. Ya'ni 10 soat ishlab topayotgan pulingizni 1 soatda topar ekan degani. Barakani shu. Tushunyapsizmi, birodar? 10 ta odam ishlashi shart emas oilada. Agar shu oilada iymon, taqvo bo'lsa, payg'ambarning sunnatiga amal qilishlik mahkam bo'lsa, haromdan taqvo qilsa, Alloh yaxshi ko'rgan taqvoli bandalar bo'lsa, bitta odam ishlasa yetar ekan 10 ta odamga. Endi tushunyapsizlarmi nimaga ota-bobolarimiz bitta ketmoni bilan 4 ta o'g'lini uylab, 4 ta qizini chiqargan? Nima bo'lgan ekan ularning hayotida? Piyoda yurib, hamma yoq o'lgan ular. Bizni tayimizda mashina, qo'limizda telefon bo'lib turib ham nimamiz yetmayapti? Hech narsa ulgurmayapti. Ulgurmaysan-da. Demak, bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi deb yozilgan ekan. Shuni burunroq bilmaymanmi deydi-da odam. Ili ishamaydi. Yo'q. Haligi pessimist deb qo'yadi bunaqa odamlar, skeptik deb qo'yadi. Qo'ysang, qanday endi? U bittasi bug'doyni xurmoni danagicha bo'lsa, boshqa qancha olib ketadi. Osmonga ishora qilganda barmoq bilan. Ahmoq odam barmoqqa qarar ekan. Tushunarligi? U senga bug'doyni aytayotganimizda biz senga u bug'doy haqida fikr qil demayapmiz. Shu bug'doy nima uchun o'sgani haqida fikr qil deyapmiz. Yo'q. Qo'ysa, bora shunaqa odamlar. Domlalar ekan, aytaverar ekan. Qanday masalan? Uning uchun kombaynni ham katta qilishimizga, so'rchakaga. Sen qayga qarayapsan? Faqat ahmoq odam barmoq bilan osmonga ishora qilganda barmoqqa qarar ekan. Shuning uchun bug'doyga qaramanglar, orqasidagi ma'noga qaranglar, birodarlar. Alloh taoloning avliyolarida baraka bor bo'ladi, birodarlar. Avliyolar, valiylar, ya'ni Allohning do'stlari. Robbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'linglar. Robbimiz aytayapti, ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaydilar. Avliyolar, Allohning do'stlari. Birodarlar, har bittamiz mo'min sifatida Allohning valisimiz. Faqat valiyligimiz, Allohga do'stligimiz, yaqinligimiz iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq. Qanchalar iymonimiz quvvatli, taqvoyimiz quvvatli bo'lsa, Allohga bo'lgan valiyligimiz ham shunchalik bo'ladi. Alloh taolo aytadi avliyolar haqida. Oyatning davomida allazina amanu va kanu yattaqun deydi. Kim o avliyolar? Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar. Demak, siz ham, men ham Allohning valisimiz. La ilaha illalloh deganimiz uchun. Endi Allohga bo'lgan valiyligimiz, Allohga bo'lgan yaqinligimiz
iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq bo'ladi. Avliyolarning ikkita sifati: iymon va taqvo. Alloh buyurgan ishlarni qilishda mahkam, Alloh man qilgan ishlardan uzoq bo'lishida mustahkam. Mana shu ikkala sifat bor bo'lsa, siz bilan biz ustimizda nima bo'ladi? Baraka bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, iymoning va taqvoingga yarasha ustingga baraka keladi. Birov namoz o'qiydi, roza tutadi, ehtimol soqol ham qo'ygan, ammo ancha-muncha haromga parvo qilmaydi. O'zini dindor deb biladi. Ehtimol darsxonasi ham bor, axloqi buzuq, kibr bor, odamlarni mensimaydi. Bunaqa odamda ham baraka bo'lmaydi. Iymoni va taqvosi o'rnida bo'lgan odamni odobi go'zal bo'lmay iloji yo'q. Odobingiz yaxshi emasmi? Xulqingiz go'zal emasmi? Demak, taqvo degan narsa yo'q. Soqolingiz 1 metr bo'lsa ham, poychangizni tizzagacha shimalagan bo'lsangiz ham. Chunki din nima deb payg'ambarimizdan so'raganlarida go'zal xulq deb javob berganlar. Maddin ya Rasululloh. Husnul xulq deganlar. Ma'qulmi? Va ukalar, yoshlarga aytayapman buni. Xulqingizda chiroyli bo'lishi primo cho'ntagingizga aloqasi bor. Tushuninglar shuni. Axloqingizda go'zal bo'lishi faqat o'zingizga foydanglar. Chunki axloqi go'zal bo'lishi uchun insonda taqvo bo'lish kerak. Axloqi buzuqmi, demak taqvosi yo'q. Bunda baraka bo'lmaydi. Ma'qulmi? Bilib qo'yinglar. Mana shunaqa axloqi buzuqlar bilan birga o'tirar ekansiz, ularga keladigan kasofat sizga ham keladi. Chunki ulfating aloqalat bo'lsa, al-mar'u ala dini khalilihi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi kimni do'st ekanini qarasin. Alloh azza va jalla iymon keltirib, taqvo qilib, ana shu barakani qo'lga kiritadigan bandalardan bo'lishimizga o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.